Abdulloh domladan bu holatda vafot etgan shaxslar shahid darajasida bo'ladi. Bu videoda Abdulloh domla shariat nuqtai nazaridan shahidlik darajasiga erishadigan shaxslar haqida muhim ma'lumot beradilar. Aynan qanday holatda vafot etganlar shahid bo'ladi? Bu savolga javobni tinglab, dinimizdagi bu ulug' maqom haqida to'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Uch nafar yetim bolani uydagi muhtoj holdagi devor bitirildi. Ularning xonadonlaridagi og'ir sharoitni ko'rib, saxovatpesha insonlar ko'mak berdi. Biz birgalikda ularning orzusini ro'yobga chiqardik. Savobli ishlarda ishtirok eting, yetimlarga boshpana baxshida qilganlar qatorida bo'ling, jannatda uyga ega bo'lish baxtini qo'lga kiriting. Yaxshilik davom etadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadi: kim bir musulmonga dunyoda qiyinchilikdan xaloslik bersa, Alloh uni oxiratda qiyinchilikdan xalos qiladi. Ihson bu jannatga olib boruvchi yo'l. Ihson qilganlar jannatda uy qurmoqda. Mana sizlarning yordaminglar bilan shu darajaga yetdi. Shu bolam umr bo'yicha duo qilib o'tadi. Jannatga birga qurdik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ruhning yana bir ismi nafs deyiladi. Ba'zi ulamolar ruh bilan nafsni alohida ikkita narsa deydi. Lekin kibor ulamolarimiz Ibn Taymiya va boshqa muhaqqiq olimlarning so'zlariga ko'ra, ruh ham, nafs ham bitta narsa deyshadi. Ruh, nafs bitta narsa. Mana shu ruhni yoki nafsni 3 darajasi bor. Mana shu ruh 3 xil bo'ladi. Xuddi odamlarning tabiatlari har xil, biri injiq, biri bag'ri keng, biri og'ir bosiq, biri tez bo'lgandek, mana shu insonlarning ruhlarini 3 xil ko'rinishi bo'ladi. Nafsun ammora, nafsul lavoma, nafsul mutmainna. Nafsun ammora egasini yomonlikka buyurib turuvchi nafs. Nafsul lavoma o'zini egasini malomat qilib turuvchi nafs. Nafsul mutmainna xotirjam nafs. Mana shu yerda o'tirganlar va umuman insoniyatning hammasi mana shu 3 ta nafsni bittasiga kiradi. Mana shu uchala nafs haqida Alloh subhanahu va taolo nima degan? Astagfirullah va innan nafsa la ammaratun bis-su illa ma rahima robbi. Yusuf alayhisalom surasida keladi. Chunki nafs agar Parvardigorimning o'zi rahim qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyurguchidir. Bundan kelib chiqadiki, nafs agar Alloh subhanahu va taolo tomonidan hidoyat qilinib, tarbiya qilinmaydigan bo'lsa, insonni doimiy suratda yomonliklarga buyurib turadi. Ya'ni insonni nafsi nima bilan tarbiya topadi? Alloh taoloning zikri bilan, ibodat bilan, tilovat Qur'on bilan, din bilan, oxiratga bo'lgan g'am bilan, iymon bilan. Agar bir insonda mana shu sifatlar topilmasa, bu kishining nafsi nafsun ammora, doim yomonlikka buyurib turadigan nafs deyiladi. Ya'ni masjidga kelib bir basalashgan odam bir yomon fe'lini masjiddagi aytilgan darsdan tushunsa, bu shuni yig'ishtirishim kerak ekan. Yoki qilayotgan tijoratida ozgina bir xiyonatmidi yoki tiliga ehtiyot bo'lmayotgan bo'lsa, buni eshitgandan keyin yo'q, men buni yig'ishtirishim kerak ekan deydi, nafsini tarbiya qilishga tushadi. Agar mana shu nafsni tarbiya qiladigan, ozuqa oladigan joyi bo'lmaydigan bo'lsa, bu nafs egasini doim yomonlikka buyuradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga foyda bo'lsa bo'ldi, halol va haromni farqi yo'q va hokazo. Ikkinchi nafsning martabasi bu nafsul lavoma. Vala uqsimu bin nafsil lavoma. Alloh taolo Qur'onda bir qancha narsalarga qasam ichgan. Vash-shamsi va duhaha, va-duha. Alloh taolo yengil yoki hasakan bo'lgan narsaga qasam ichgan emas. Alloh taolo qasam ichib aytadi: "Va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib, hisob-kitob qilinursiz." Endi bu malomat qiluvchi nafs qanday? Bu malomat qiluvchi nafs o'zini egasini gunoh ma'siyat qilib qo'ygan paytda malomat qiladi. Bu Aqidatut Tahoviya sharhida keltiriladiki, agar kishining nafsi savob va gunoh o'rtasida tursa, bu nafs nafsul lavoma deyiladi. Ya'ni bir gunoh qilib qo'yadi-da, keyin o'ziga qaytib, o'ziga kelgandan keyin o'zini malomat qiladi. Bekor qilding shu ishni deydi. Jahl ustida so'kib qo'yadi birodar, ota-onasiga fe'li kelib qolganda gap qaytaradi. Xullas nomaqbul, Alloh taolaga ma'qul bo'lmagan ishni qilib qo'ygandan keyin
o'ziga kelgandan keyin haligi nafs egasini ma'lumot qiladi. Albatta bu nafsun ammoradan allaqancha baland bo'lgan daraja. 3-nafsning martabasi bu nafsun mutmainna, xotirjam nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati deydi Alloh taolo. U kunda hayoti dunyodan Alloh taoloning va'dasiga ishonib, iymon va ezgu amallar bilan o'tgan mu'minlarga xitob qilinib, deyilur: "Ey xotirjam, sokinjon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bas solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin." Ya'ni bu xotirjam nafs qanaqa deyilsa, mana shu aqidatu tahoviyaning sharhida aytilyaptiki, agar kishi iymoni kuchli bo'lsa, iymonda quvvatli bo'lsa, gunohlarni osonlik bilan tark qilib bo'lgan bo'lsa, iymon bilan qalbi xotirjam bo'lsa, bu xotirjam nafs deyiladi. Odamlar ba'zi bir narsalarga yetishib, bu yeta olmay qolgan bo'lsa, g'am qilmayotgan bo'lsa, odamlar dunyo matosi qo'liga kirib xursand bo'lsa, bu aksincha ibodat bilan, oxiratda ishlarni qilganligi bilan xursand bo'layotgan bo'lsa, odamlar biri ikkinchisini ko'zini o'yib 5-10 so'm pulini olib maza qilayotganda, bu berib Alloh yo'lida maza qilayotgan bo'lsa, bu xotirjam nafs bo'ladi. Ya'ni ko'ring, tijoratda bir matohni olgan bo'lsangiz, olib ketayotib, nandaroda yana shu matohni so'rasangiz, bir 20 so'm arzon aytsa. Boring 5 so'm arzon aytsin va men deydi, uni 50 so'mga berardim, 60 so'mga olibsiz deydi. Desa ichingiz kavlanib ketadi, qimmat olyapman deb. Lekin oxiratga 100 so'mni tashlab o'rayotganingizda zarracha qalbingizda bir g'illag'ashlik bo'lmaydi. Nimani belgisi bu? Siz qalbingizda xotirjamligi, ha bu 100 so'mni Alloh taolo menga 1000 so'm, 10 ming so'm qilib qaytarib beradi. Oxiratda undan ham Alloh orasida ko'paytirib beradi degan xotirjamlik borligi uchun siz xijolat bo'lmasdan berasiz. Inson mana shu 3 ta nafsning bittasida bo'ladi albatta. Nafsimiz mana shu uchala turdi bittasida bor. Nafsun ammora yomonlikka buyurib turadi egasini, nafsul lavoma gunoh qilib qo'ysa egasini tergab turadi va nafsun mutmainna xotirjam. Xotirjam nafs. Krizis bo'lsa ham xotirjam, narx-navo ko'tarib ketsa ham xotirjam, narx-navo tushib ketsa ham xotirjam. Chunki bu qalb Allohning zikri bilan namaza qiladi. Yaxshilab bilib olaylik birodarlar. Kelishi xursand qilmagan narsa agar ketib qolsa xafa qilmaydi. Tushuntira oladimmi? Kelishi sizni xursand qilmagan narsa ketib qolsa xafa qilmaydi sizni. Ya'ni dunyo matosi qo'lingizga keluvdi, sizga baribirmi? Demak, ketganda ham baribir bo'ladi. Odamlar hurmat e'tibor qilib, chapgacha olib, to'riga o'tkazyaptimi? Hurmatingiz oshib ketdimi? Bu sizni xursand qilmasa, demak, bular hurmat qilmay qo'yganda yana baribir sizga. Xotirjam nafs faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Ruh, nafs bitta narsa, ularning mana shunday sifatlari bor. Ruh jasaddan ajralishligi bilan barzah hayotiga o'tadi. Barzah hayotida qabrdagi hayot aytiladi. Qabr hayoti, barzah hayoti oxiratda ham diyor emas, dunyoda ham diyor emas. O'rtadagi bir ko'prik. Ruh, mana o'tgan darsimizda aytib o'tdik, osmonga ko'tariladi. Kitobi Sijjin yoki Illiyinga yozilgandan keyin qaytib jasadga olib kiriladi. So'ngra qabrga joylanadi. Mana shu hayot endi qabr ne'mati yoki azobi deb nomlanadi. Har bitta bandani ruhiga o'ziga xos muomala bo'ladi. Hamma ruhiga bir xil muomala bo'lmaydi. Bal rafiqil a'la minal janna. Bal rafiqil a'la minal janna. Jannatdagi rafiqul a'loga, jannatdagi rafiqul a'loga dedi-da, Rasulullohning ruh pokiz ruhlari tanadan tark etdi. Ya'ni Rasulullohga qolishi ixtiyori berilganda Parvardigorim huzurida ishora qildi. Anbiyolarning ruhlari ana shu joyda. Osmondagi eng oliy, mukarram bo'lgan, Alloh taolo o'zi aziz qilgan bandalari, anbiyolar va muqarrab farishtalar turadigan joyda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Meroj kechasida 7 qavat osmondan o'tib borar ekan, payg'ambarlar bilan uchrashganligini mana siyratdan o'qib gaplashganmiz. Mana shunday qabrida xos muomala ko'radigan odamlarning yana bir toifasi shahidlar. Shahidlar kimlar? Shahidlar Allohning kalimasi oliy bo'lishligidagi jangda jonlarini Alloh yo'lida fido qilganlar. Alloh taolo ularni o'lik demaydi. Alloh taolo ularni tirik deb aytadi. Astagfirullah va la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata
Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Bu oddiy odam bolasiga beriladigan eng oliy maqom, eng oliy sharaf. Anbiyo va rasul bo'lmagan oddiy odamlarga beriladigan eng oliy martaba. Alloh taolo mahluqotlarni yaratdi. Ulardan tirigini yaratdi, o'ligini yaratdi. U tiriklarning ichidan hayvonlari bor, odamlari bor, ajratdi. U odamlarning ichidan Alloh taolo sog'ini, kasalini yaratdi. Bu sog' kasallar ichidan Alloh taolo iymonli, iymonsizlarni tanladi. Iymonlilarning ichida Alloh taolo ixloslilarni tanladi. Va mana shu ixlosli bandalarning ichidan shahidlarni tanlab oldi. Shahidlik eng oliy maqom oddiy odam uchun. Shahidga anbiyolarga qilingan muomala, nabiylarga, siddiqlarga qilingan muomala qilinadi. Anbiyolarning jasadlarini tuproq yemaydi. Payg'ambarimizdan sahih hadislar bor. Payg'ambarning jasadi yerga ko'milgan bo'lsa, u chirimaydi. Oddiy bir inson shahidlik maqomiga yetsa, ko'milsa, dafn qilinsa, jasadini tuproq yemaydi. Alloh taolo aytadi: Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'lik deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. U zotlar Alloh o'z fazl va karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Tirik ular deydi. Ular tirik, faqat bilmaysizlar uni sizlar deydi. Alloh tomonidan bergan marhamatdan ne'matlanib turishdi ular. Va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasligi haqida xushxabar bermoqdalar. Aytdik-ku, bechora o'lib qopti deymiz. Ehtimol u aytayotgandir bechorada bizni. U iymon bilan ketib qoldi. Agar shahid bo'lgan bo'lsa, orqadagilarga xushxabar beryapti. Xafa bo'lmanglar, g'am chekmanglar, sizlarga xavf va xatar yo'q, oxiratda g'amgin bo'lmaysizlar deydi. Alloh taolo shahidlikni o'zi xohlagan bandalariga beradi. Shubha qilib bo'lmaydi bu masalada. Shahidmi? U tirik. Quyida mana o'tgan asrda bo'lib o'tgan bir voqeani aytib beraman hozir. Mana shu darslar turkumida keltirilgan. Subhanalloh, yig'lamay iloji yo'q. Hammamiz bilamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta tog' ustiga qo'yib qo'ygan kamonchilari Alloh taoloni payg'ambariga osiylik qilib, Alloh g'alabani naq berib turganda tushib ketib qolishdi o'lja tamasida va naq bo'lib turgan g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Shunda Uhudda musulmonlar yengilishdi. Payg'ambarimizning sahobalardan 70 tasi shahid bo'ldi. Mushriklar Badrda mag'lub bo'lgan edi 1 yil burun. Ana shuning alamini olishligi uchun mushrika Quraysh ayollari ana shu jang maydoniga tushib, jang tugagandan keyin musulmonlarning quloq burunlarini kesib, qorinlarini yorib, ko'zlarini o'yishdi. Quloq burunlardan shadalarni o'tkazib, bo'ynilariga edishdi. Shunday musulmonlarning jussalarining ustidan bir haqoratlarni yurgizdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning amakilari Asadulloh Hamza ibn Abdul Muttolibni Hind bint Utbaning talabiga ko'ra Vahshiy ibn Harb nayza bilan o'ldirdi. O'ldirishligini evaziga ozod qilishdi. Ozod qilindi Vahshiy. So'ngra jang tugagandan keyin Vahshiy Hindni yetalab kelib Hamzani o'ldirganligini ko'rsatdi. Shunda Hind aytdiki, qornini yor dedi. Jigarini chiqarib berdi. Jigarini chiqardi, chaynab qolgan ustiga jigarini qorniga tashab qo'ydi. Asadulloh Allohning sheri deyiladi u kishi. Sayyidush shuhado deyiladi, shahidlarning eng oliysi deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'rgan amakilari edi. Shahid bo'ldi u kishi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan tog'dan chekin bo'lganlardan keyin qaytib tushdilarda, jang maydoniga kirganidan keyin musulmonlarning ustida qilingan bunday haqoratdan qattiq qayg'uga tushdi. Hali payg'ambarimiz amakisini ko'rmagan edi. Hamza ibn Abdul Muttolib Makkada davrida iymon keltirganida Qurayshlarning ozgina shashti pasayib qolgan edi. Payg'ambarimiz ishongan, suyangan eng kuchli sahobalardan edi. Yurib keldilarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam amakisi Hamzani holatini ko'rib turib, shunday bir qattiq yig'ladi. Ovozlari baland bo'ldi. Hali sahobalar bunaqa yig'laganini ko'rishmagan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda mana shunday bir alamda, o'tda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga qasam dedi. Agar Alloh meni Quraysh ustida g'olib qilsa, 70 tasini men ham muslo qilaman dedi. Sahobalar Allohu akbar deb baqirishdi. Lekin Rasululloh Makka ni fath qilgandan keyin bu oliy axloq egasi bularni hammasini avf qildi.
Oliy axloq bilan past axloqning farqi nimada? Past axloqli kishi oliy axloqli kishiga pastlik qilganda, bu oliy axloqli egasi oliyligicha turaveradi. Payg'ambarimiz oliy bo'ldi, ularni avf qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamza amakilari Hamzaga birinchi bo'lib janoza o'qidi. Qorni yorilgan, quloq burunlari kesilgan. Janoza o'qidi. Birinchi bo'lib Hamzaga. Keyin yonboshiga boshqa sahobani olib keldi, unga janoza o'qidi. U sahobani olib qo'ydi, boshqa sahobani olib keldi. Hamza turibdi joyida. Payg'ambarimiz 70 marta janoza o'qidi Hamza roziyallohu anhuga. So'ngra janoza o'qib bo'lganlardan keyin aytdiki, Parvardigoro dedi, men bularni shahid ekanligiga men guvohman dedi. Shahidligi aniq bo'lgan kishilar shuhado Uhudda shahid bo'lganlar. Hojiga borib kelgan mana aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Madinaga borganda albatta o'ga ziyoratga olib boriladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilinglar degan. Mana endi bugungi mavzumizga tegishli joyi. O'tgan asrda mana hozir hajga borganlar ko'rgan, u shahidlar ko'milgan qabristonni devor bilan o'rab qo'yilgan. Lekin o'tgan asrda mana shu 20-asrda qattiq sel bo'lib, ana shu shahidlar ko'milgan qabristonni suv yuvib, ba'zi shahidlarning jussalari yer betiga chiqib qolgan. 1400 yil burun ko'milgan jasadlar kecha ko'milganda chiqib turgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh aytadi. Uhuddagi shahidlarni dafn qilishlik marosimiga meni ham chaqirishgan edi deydi. Men ham qatnashdim deydi. Men ko'mgan sahobalar ichida Hamza ibn Abdul Muttolib ham bor edi. Birodalar 1400 yildan keyin gapiryapti bo'lgan ishdi. 1400 yildan keyin aytilyapti bu ish. Hamza ulkan gavdaligida deydi. Ulkan jussaligida deydi. Quloq burunlari kesilgan holda, qorni yoriq, qo'lini qonga qo'yib yotardi deydi. Xuddi kecha ko'milgandek. Biz uni qimirlatib, o'rnidan jildirmoqchi bo'lganimizda, qo'li jilib ketdi-da, jarohatidan qon oqdi. Qon oqqanda atrofni mushk ambarning hidi tutdi deydi. Birodarlar, bu o'tgan asrda bo'lgan ish. 1400 yildan keyin yerda betiga Alloh taoloning irodasidan chiqib qolgan bu Hamzani nima uchun Alloh bizga ko'rsatyapti? Nima uchun? Alloh taoloning oyatlari haq ekanligini yana bir marta bir isbotini topishligimiz uchun. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Toki ularga ushbu Qur'on rostdan ham Allohning tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligi aniq ma'lum bo'lgunicha, albatta biz ularga atrof ofoqdagi va o'z vujudlaridagi bizning borligimiz va qudratimizga dalolat qiladigan oyat alomatlarini ko'rsatajakmiz. Ko'rib qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Meni oyatlarim haq. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat. Alloh yo'lidagi jangda qatl qilinganlarda o'lik demanglar deb turib ko'rsatib qo'yapti Alloh taolo bizga. Bu tavotur bilan va aynul haq bilan to'g'ri isbotlangan narsa. Oyatda, hadisda kelgan va zamondoshlarimiz ko'zi bilan ko'rgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh. Nima xulosa olamiz? Shahidlarning eng afzali Hamza ibn Abdul Muttolib dedi Rasululloh. Va zolim podshohning oldiga borib, amri ma'ruf nahiy munkar qilganda qatl qilingan kishi dedi. Shahidlarning eng sayyidlari mana shu kishilar. Ularning ruhlari qanday holatda? Ularning ruhlariga qanday bir muomala bo'ladi? Birodarlar, mana kechagi darslarda aytdik. 200 yil burungi odamlardan birortasi bormi? 100 yildan keyin shunda o'tirganlardan birortasi qoladimi? O'ylaylik, haqqa boramiz. Bu hayot bizni aldab qo'ymasin. Haqiqiy ziyon dunyosi oxiratidan to'sib qo'ygan kishilarning ziyoni. Chunki bulturgi gullardan birortasi bir paydo emas, birodarlar. Biz ham o'sha gullarning bittasimiz. Bir yil gullayapmizmi, keyin yil Alloh biladi. O'ylaylik, nimaga keldik, nimaga yashayapmiz, nimaga ketamiz. 8 rakat o'qib tezroq ketib qolsam degan g'am bilan kelamiz ba'zilarimiz. Shu peshinni asrga taqib o'qib olaylik deymiz. Bu hali Allohni tanib namoz o'qiyotganlarning ahvolimiz shu. U sahobalar qanday kishilar bo'lgan edi? Mana aytdik, Alloh taolo tanlayapti. Mahluqotlar, tiriklar, iymonlilar, ixloslilar, ine shahidlar deydi. Xo'p, bizga shahid bo'lishlikka imkon bormi, yo'qmi? Biz shahid bo'lishlik deganda faqat jang maydonida tushunmaylik. Jang maydonida shahid bo'lishlik eng oliy ko'rinishi, lekin quyidagi quyi qismlari ham bor shahidlikning. Qaysi u?
Masruq tobiinlardan bu kishi Abdulloh ibn Mas'uddan ana shu oyat haqida so'radi. Ya'ni shahidlarni o'lik demanglar degan oyat haqida so'radi. Ibn Mas'ud aytadi, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radik. Mana shu oyatni nimada tushunamiz deganida Rasululloh aytdilarki, shahidlarning ruhlari yashil rangli qushlarning ichida bo'ladi. Ular Alloh taoloning arshiga osilgan qandillarda, chiroqlarda bo'ladi. Jannatda xohlagan joyda kezib yurib kelib, yana Allohning arshiga osilgan qandillarga kelib qo'nadi deydi. Ular jannatda uchib yuribdi hozir ruhlari. Ularga hisob kitob qilinmaydi, ular to'g'ri jannatga kiradi. Shahidga berilgan martabalardan u o'zining urug'idan bo'lgan 70 kishini shafaat qila oladi. U shahidning qonini birinchi tomchi yerga to'kilguncha Alloh taolo gunohini kechiradi. Birodalar, Xurayinda qo'lga qiladi degan joylar bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo shahid bandaga o'lim azobini tottirmaydi. Xuddi sizlarda bittanglar chim deganda qanday narsani sezsanglar, jonni taslim qilganda shunday bo'ladi deydi. Ana shu qatl bo'lgungacha Alloh taolo ruhini olib qo'yadi buni. Bunaqa bandasini qiynamaydi Alloh taolo. Alloh taoloning arshiga osilgan chiroqlar. Bu Alloh tomonidan berilgan buyuk fazl va marhamatdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shahidga beriladigan martabani eshitgan sahobalar, tobiinlar, solih kishilar doim shahidlikda da'vosida bo'lgan. Xo'p, shahidlikka bizda imkon bormi? Birodarlar, cho'kib o'lgan odam ham shahid deyiladi, agar ibodatda pokiza yashagan bo'lsa. O'tda kuyib o'lgan odam shahid deyiladi. O'zini molini himoya qilib o'lgan odam shahid deyiladi. Man qutila duna malihi fa huwa shahidun. O'g'ri bilan urushib o'lgan odam shahid bo'ladi. Boshini o'rab yo'qlagan odam emas. Ya'ni yuzga o'ra tushgan bo'lsa, yugurib chiqib urishing u bilan. Nimaga endi o'zini molini himoya qilib bitta bir o'g'ri bilan urushib qo'ysalar shahid bo'laveradimi? Ha, shahid bo'ladi deydi ulamolar. Chunki mana shunday o'g'rilik degan zulmni hayotga kirib kelishdan to'sib qo'yapti bu. Bu bitta o'zini molini himoya qilmayapti, musulmonlarni himoya qilyapti. Vatan himoyasi uchun bo'lgan urushda o'lgan odam ham shahid deyiladi. Shahidlikka biz da'vo qila olamizmi, qila olmaymizmi? Quyidagi so'zga quloq solamiz. Kimiki sidq dildan shahidlikni so'rasa, agar u kishi o'zining yotar joyida vafot etsa ham, Alloh taolo uni shahidlar martabasiga yetkazadi. So'raylik birodarlar. So'raylik. Bomdodga chiqib ketyapsiz. Allohning yo'lida yuribsizmi? Bir birodaringizni ziyorat qilgan chiqib ketyapsiz. Allohning yo'lidanmi? Dars o'qigani ketyapsiz. Allohning yo'lidanmi? Birodarlar, agar Allohning roziligi uchun yashayotgan bo'lsangiz, tijorat qilgani ketyaptidingiz nima uchun? Shu bola chaqani Alloh bog' degan, Parvardigor seni buyrug'ini bajargani ketyapman degan odam ham Alloh uchun ketyaptimi? Nimaga shahidlikka da'vo qilmasin? Yo, men ham odamlardaqa yashay deb chiqib ketyapsizmi ko'chaga? Musulmon odam agar niyati to'g'ri bo'lsa, o'sha qoqqan har bitta miqi ibodat. Ha tushirgan har bitta korobkasi ibodat. Agar hayotda Allohning roziligi birinchi o'rinda turgan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo shahidlar maqomiga erishishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.